So'nggi maktub. Nodir yoshligida injiq, gap qaytaradigan, otasining ogohlantirishlariga quloq solmaydigan bola edi. Onasi vafot etgach, otasi unga 2 baravar mehr berishga harakat qilardi. Ammo Nodirga bu yoqmasdi. U erkin yashamoqchi edi. 18 yoshga to'lgach, u otasining ko'nglini og'ritib uydan chiqib ketdi. Yillar o'tdi. Nodir katta shaharda yashadi, boyib ketdi. Lekin otasiga biror marta ham telefon qilmadi, xat yozmadi. Ulg'aygach xotini ota-onangni ko'rib kelmaysanmi deb so'radi. U esa meni hech qachon tushunmaydigan odamni nima qilaman dedi. Bir kuni u pochta orqali bir maktub oldi. Maktubda faqat bitta jumla yozilgan edi. Men seni doim kechirganman, balki sen ham meni kechirarsan, otang, deb yozilgan edi. Nodir titrab ketdi. Yillar davomida to'plagan g'ururi bir zumda qulab tushdi. U darhol qishloqqa yo'l oldi. Ammo kech edi. Otasining qabri ustida maktubning asl nusxasi turardi. Qog'ozda hali ham otasining qo'l yozuvlari saqlanib qolgan edi.